Vau. O chiroyli yigit. Yuring qora bayramda aylantirib kelaman. Nima deyapsiz? Devshaxon sal uyaling. Mustahkamgina oilam bor, ha, yasi? Xotinga xiyonat, vatanga xiyonat. Boring yo'lingizdan qolmang. Hoppa. Voy, qancha bu nomeringizni bering. Qanaqa telefon nomeri singlim? Biz 3 yildan beri vaqtli oilamiz, ha? 1,5 yildan beri basmi dadasi? Qo'yur, yosh bola ekan, aldab qo'yapman. Aha. Va singlim, meni ko'nglimga buni qora bayriz bilan kirolmaysiz, tushundingizmi? Bizning mashinamiz chakan emas. 120 millionga olganmiz mashinamizni, ha, yasi? 82 million basmidi dadasi? Kreditlar bilan 120 million bo'lgan, qo'yur. Yo'q-e. Keyin bu mashinaga faqat 92 benzin qo'yaman, singlim. 80 basmidi dadasi? Men hozirgi 80larni qo'ysam, shaqir-chuqur qo'yaryapti, ayasi. Shunaqa. Pulingiz ko'p ekan-da unda. Derishkaxon, shuni bilib qo'ying. Lopimdan 12 yildan keyin chiqsangiz ham, men faqat vafodor oilamda deyman, tushundingizmi? Bir umr deng dadasi, bir umr. Rahmat, gaplashamiz. Bir umr ayasi, ko'rdingmi? Oldimdan 100 ta pari chiqsa ham senga umuman xiyonat qilmayman. Baxtimizga ko'z tegmasin. Sizga ishonaman dadasi. Hayda ayasi, rahmat.